Abdug'offorning yangi do'koni urug'chilikka buyog'imiz olib keldik. Mana bizi buyog'imizmiz. Mana buyog'imizimiz holati. Juda a'lo darajada. Shu Abdug'offorga davom yetkazib berib turibmiz. Mana 9 etajli uyni tagidan Abdug'offor yangi do'kon ochdi. Eski shu joyda do'koni bor edi. Endi shu do'konda o'rniga yana yangi do'kon ochildi. Mana 9 etajli dom. Yangi tushgan uy. Asakani sentrida mana. Shu do'konga biz buyog'imiz yetkazib berib turibmiz. Mana 20 ta qopda tayyorlab qo'ydik. Zakazimiz bor edi. Gazon sepyapti ekan. Bitta odam shunga 20 ta qop zakaz qiladi. Tayyorlab qo'ydik. Mana biz gazon ekayotgan joyga ko'ryapmiz. Mana buyog'imiz zakaz qilyapti birodarimiz. Juda omad chiroyli, joylari juda chiroyli ekan. Mana gulni qarang. Bittada 2 xil gullaydi ekan qarang. Tagi qizil, tepasi bu. Endi bu joylarni qarang. Juda chiroyli qildi. Haqiqatda juda afsalar bilan qildi. Mana buyog'imizlar olib kelib qo'ydik. O'rtada hovuz ekan. Juda chiroyli manzara bo'lar ekanda bu yerlar qarang. Hali bu gullar ochilsa mana ular. Haqiqatda juda boplabdi. Mana bitta gulni ko'rsataman. Xitoydan kelgan ekan 350 ming so'mga olibdi bir donasini. Buni qarang. Bunisi bir xil mana. Ikkinchisi 9. Bu yerda sarig'i ham bor ekan. 4 xil ekan shekilli. Qarang, bu yoqda bu sariq ekan, bunisi tepada boshqacha ekan. 4 xil 350 ming so'mga olibdi. Xitoydan kelibdi. Qoyil ona qoyil. Bu gulni qarang, bu ham bu tomon qizil, bu tomoni boshqacha oqroq. O'tlarni olib haqiqatda ama juda afsalali odam ekan. Uyda egasi ham juda chiroyli ama boplabdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 16-may ekan. Ulug'norga 1 kvadrat chuvalchan ketyapti. Yaxshi joylardan tayyorladik. Tayyor mana. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana joylardan tayyorladik. Juda chiroyli holatda ketyapti.
Xudo xolasa mana. Butun mana urug' qo'yadigan mana qonni ishi urug'i bor chuvalchanglar ekan. Hammasi shunaqa ekan. Mana shu holatda ketyapti. Juda zo'r.